Assalomu alaykum azizlar. Men Iroda Rahmonova, arab tilidan mutaxassisman. Arab tiliga 7 yoshdan beri oshnoman. Ushbu tilga ixtisoslashgan o'rta maktabda 10 yil o'qiganman. Maktabni bitirgach, sharqshunos iqtisodchi va arab tilidan tarjimon referent mutaxassisligi bo'yicha 5 yil institutda ta'lim oldim. 14 yillik pedagogik tajribaga egaman va hozirda Atinmiz onlayn maktabi asoschisiman. Ushbu maktabda aynan onlayn tarzda 2000 dan oshiq o'quvchi mening kurslarimda tahsil oldi. Azizlar, bu videoni olishimizdan maqsad shuki, juda ham ko'pchilik arab tili o'rganishni xohlaydi. U inson xoh yoshi katta bo'lsin, kichik bo'lsin, ishli, ishsiz, lekin ular bu ishni boshlay olisha olmaydi va bunga 3 ta asosiy sababni ko'rdim. Birinchisi bu vaqti yo'qligi. Arab tilini o'rganishni boshladimi, agar vaqti yo'q bo'lib tashlab qo'ysa, o'zini qanaqadir noqulay sezadi. Va ikkinchi to'siq bu yoshi. To'siq deymizmi, bahona deymizmi, yoshim katta, endi arab tilini o'rgana olmayman deb o'ylashadi. Va uchinchisi bu arab tilini qiyin deb o'ylash. Mana shu 3 ta sabab asosan insonlarga bu muqaddas tilni o'rganishni boshlashiga xalaqit beradi. Azizlar, bu 3 ta to'siq o'zingiz uchun to'qib olgan afsona ekanligini va agar to'g'ri yo'l tutilsa 3 oyda qanday qilib arab tilini, vaqtingiz yo'q bo'lsa ham, yoshingiz katta bo'lsa ham, arab tilini qiyin deb o'ylasangiz ham oson o'rgana olishingizni ko'rsatib beraman. Xo'p, birinchi to'siq bu vaqt yo'qligi. Agar siz har kuni yarim soatdan yoki boring 1 soatdan arab tiliga o'z vaqtingizni ajratsangiz, bu muammo hal bo'ladi. Bu yarim soat vaqtni telefon ko'rib ham, televizor ko'rib ham o'tkazish mumkin. Lekin siz bu vaqtni bir kunda bitta harf o'rganishga sarflashingiz mumkin. Mana qarang, agar haftada 7 kun bo'lsa, 5 kunni siz 5 ta harf o'rganishga sarflang. Shunda siz 6 hafta ichida arab alifbosini o'rganib bo'lasiz. Bir kunda atiga yarim soat ketkazib va bu bilan vaqt muammosi hal bo'ldi degani. Nima uchun yarim soat, 1 soat deyapman? Chunki bu tajribadan o'tgan. 14 yillik tajribam ichida nechta o'quvchi o'qitgan bo'lsam, mana shu men bergan limit bilan o'quvchilar qiynalmasdan, zo'riqmasdan, o'z ishidan, oilasidan, bolalaridan nari bo'lmagan holda arab tilini o'rgana olishdi. Bu demak tajribadan o'tgan misol. Va siz 6 hafta, atigi 1,5 oy ichida arab alifbosini tugatib o'rganib olasiz. Va ikkinchi to'siq bu yoshim katta, o'rgana olmayman. Bilasizmi, ba'zida 50 yosh ayol ham shu gapni aytadi, 70 yosh ayol ham shu gapni aytadi. Demak, bu to'siq insonni o'zini miyasida, necha yoshda o'zini yoshi katta, qarigan hisoblash. Bu birinchi narsa. Va ikkinchi narsa, mana shu paytgacha onlayn darslarimda 2000 ga yaqin o'quvchi o'qigan bo'lsa, mana shu o'quvchilarning 30-40% bu 45 yoshdan keyingi 45 yoshdan katta o'quvchilardir. Va bu o'quvchilar o'zlari xohlagan natija bilan kurslarni tugatishganda shunday xursand bo'lib aytishdiki, demak bizga qulay, biz xohlagandek o'sha shriftlari katta darslar, qisqa darslar berilgani uchun va bizga to'g'ri yo'nalish bo'lgani uchun biz umuman yoshimizni kattaligini sezmadik. Va qanday qilib 3 oy davomida o'qishni, yozishni o'rganib olganimizni o'zimiz ham tushunmay qoldik. Va yana ular shunga xursand bo'lishdiki, biz yana o'sha 1-sinfga, institutdagi 1-kursga, yoshligimizga qaytdik. Yana bir bora 1-sinf bo'ldik deb juda xursand bo'lishgan. Demak, bu yerda gap muammo yoshda emas. Bu yerda siz o'zingizni sharoitingizga mos darslar jarayonini topib olsangiz bo'ldi. Va o'sha mening 40-45 yoshdan katta o'quvchilarim o'zlarini ishlaridan, nabiralaridan, kundalik yumushlaridan chalg'inmagan holda darslarni a'lo darajada o'zlashtirdilar. Va 3 oyda o'zlar kutgandan ham ko'ra zo'r natijalarga erishdi. Va hozir ularni fikrlarini eshitishingiz mumkin. Endi arab tilini o'rganish bizni hayotimizga juda ham katta o'zgarish kiritdi. Birinchidan
o'g'lim unaqa mehribon opa singillar bilan tanishdim. Irodaxon degan bir mana ajoyib bir ayol bilan tanishdik. Shuni mana rukovodительстволari bilan shuncha nimaga erishdik. Arab tilini o'rganish o'zi maqsadimiz edi. Bemalol mana shu arab tilida muloqot qilish, insonlar bilan gaplashish millati bilan va o'zaro mana shu arab tilida bilgan nimamizni kimgadir o'rgatish maqsadida kirdik. Va juda chiroyli til ekanini his qildim o'zimni. Chiroyli til ekan dedingizmi? Judayam. O'zi arab tili yoqardi menga, o'shaning uchun judayam yoqtirib kelgan. Ha, yoqtirib kelganman. Endi oldin arab tilini o'qiyalardim. Harfni o'qishni bilardim, lekin mazmunini tushunmasdim. Hozir anglagan holda o'qishni boshladik. Shuni ko'p so'zlarni yodladik, o'qib turgan narsamizni tushunyapmiz, alhamdulillah. Bir-birimizni tanishtirishni bilyapmiz, o'zimiz bilan muloqot qilib salomlashishni bilyapmiz, hol ahvol so'rashni bilyapmiz. Hayajon zo'r. Ha, birinchisi mana shu gruppaga starosta qilib qo'yishgani o'zi esda qoladigan voqea bo'ldi. Starshina, juda ham Men bunaqa narsani hechalik nima qilmagan edim. Baribir hammalari yoshlari ulug', chiroyli yoshlar hammalari. Bularni men yosh bo'lib turib, shular meni aytganim qilishganini o'zi menga bitta hayajonda. Nima derdim? Qo'rqmanglar, o'rganinglar, hech qanaqa qiyin joyi yo'q ekan. Nuqtalarga erishishligini ta'kidlab keting. Nimaga erishdingiz? Endi birinchidan bu arab tili Allohning kalomi. Albatta. Allohning kalomini bilgan inson hech qachon hech qayerda yutqizmaydi. To'g'ri. Mana shu bitta yutuqda aytardimki, hammani mana shu tilni o'rganishlariga tavsiya qilardim. Ayniqsa mana shu at-tilmiz arab kursiga kirishlarini tavsiya qilardim. Chunki batdagi rukovoditellar, adminlarimiz hammalari shunaqa xushmuomalalik, bir ajoyib ayollar yig'ilishgan, bizga shunaqa o'zimiz yoshimizga mos qilib tushuntirib berishadi. Biz xursandmiz. Xudoga shukr, alhamdulillah robbil alamin, alhamdulillah. Mana o'sha Instagramdan ko'rib arab tilini oldim, boshlang'ich kursida o'qidik. Keyin tushunib o'qiyman deb o'qidim. Endi Xudo xolasa endi mana ravon o'qiyman deb o'qib yuribmiz. Rosa xursandman, to'g'risi. Oilamiz haqida arabcha gapirdik. Mana ustozimiz orqali rahmat, mana sizlarga ham ustozlarga, mana qur'onlarga hammasiga rahmat. Rosa xursandman o'rganayotganimdan. Assalomu alaykum, At-Tilmiz maktabining aziz mehribon ustozlari. Men bugun 4-modul bo'yicha o'z fikrimni bildirmoqchiman. 4-modul menga juda ham ma'qul, qiziqarli mavzular, bilishimiz shart bo'lgan mavzular deb o'ylayman. Menga ikkala o'rtasidagi tanishuv, hayotga kerak bo'ladigan mavzular va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning oila a'zolarining Umar va Usmon o'rtasidagi suhbat juda ham ma'qul keldi. Men juda ham sevib, yaxshi ko'rib uni o'qidim. Yanada chuqurroq o'rganib oldim. Men o'ylayman bu mavzularni farzandlarimizga, turmush o'rtog'imizga, do'st birodarlarimizga o'qib bersak, o'rgatsak, katta savobli ishga qo'l urgan bo'lamiz deb o'ylayman. Va bilishimiz shart deb o'ylayman. Bizga shunday qiziq mavzularni o'rgatayotgan ustozlarimizga, At-Tilmiz maktabining rahbarlariga, ustozlariga, sinf rahbarimizga, Iroda opaga, Diyora opaga va At-Tilmiz maktabining tashkilotlariga juda o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman va ishlaringizga omad, kattadan katta rahmat, kattadan katta tashakkurlar aytib qolaman. Sog' omon bo'lingizlar. Arab tilini o'rganishga sizga xalaqit beradigan 3-to'siq bu arab tilini qiyin deb o'ylash. Azizlar, o'zi chet tili o'rganish oson emas. Hamma chet tilining o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Bu fakt. Lekin agar o'sha narsani siz o'rganmoqchi bo'lgan tilni to'g'ri uslubda, qadam-ba-qadam, osondan murakkabga qarab ketilsa, har qanday tilni oson o'rganish mumkin. Hozir men sizlarga 3 oy ichida mening uslubim bo'yicha arab tilini oson va qiziqarli o'rganishning qadamlarini tushuntirib beraman. Va e'tibor bering, bu usul bilan siz o'sha aytganimdek ishingizdan ham voz kechmaysiz va uyda o'tirib yoki xohlagan dam olish maskanidami, boshqa joydami arab tilini bemalol o'rganishingiz mumkin. 3 oylik kursni
3 oylik ya'ni 12 haftalik kursning birinchi 6 haftasida biz arab alifbosini o'rganamiz. Har kuni bittadan harf o'rganamiz. Shunda bir haftaning 5 kunida siz 5 ta harf o'rganasiz. Bitta harf o'rganish bir kun uchun bu umuman qiyin emas. Va 6-kuni mana shu hamma harflarni xulosa qilib takrorlaysiz. Va asosiy fokus plasma nimada bo'ladi? Ko'proq o'qishingiz kerak bo'ladi. Mana shu o'rgangan harflaringiz ishtirokidagi so'zlarni. 6 haftada arab alifbosida o'qishni, yozishni o'rganib olasiz. Keyingi 6 hafta esa asosan amaliyot bo'ladi. Arab tilida bilasizki, bitta harfni bilib olganingiz bilan ish bitmaydi. 2 ta 3 ta so'zni bir-biriga ulab o'qish kerak va juda ham ko'pchilik mana shu vaqtda, mana shu jarayonda to'xtab qolgan bo'ladi. Kim bilandir, xolasi bilandir, kelini bilan, qo'shnisi bilan boshlagan bu darslarni va o'sha joyda to'xtab qolgan yokida tushunmay qolgan. Demak, keyingi 6 haftani mana shu narsaga sarflaymiz. Demak, 6 haftada harflarni o'rganib bo'ldik. Endi 7-haftadan tanvin, tashdid kabi mavzularni o'rganamiz. Bu mavzular demak bizni o'qishimizga yordam beradi va keyingi haftalarda faqatgina shu arab tiliga xos bo'lgan shamsiy va qamariy harflarni o'rganamiz. Al aniqlik artiklini o'rganamiz, gaplar tuzishni o'rganamiz va 2 ta 3 ta so'zni bir-biriga qo'shib, ulab o'qishni o'rganamiz va mana shu 3 oy davomida sizga motivatsiya beruvchi, o'qishga undovchi ajoyib 10 ta maqolni ham o'qishni, to'g'ri talaffuz qilishni o'rganib olasiz va kurs oxirida bu maqollarni yodlab ham olasiz. Azizlar, men aytib chiqqan ketma-ketlikda o'zingiz ham arab tilini mustaqil o'rgansangiz bo'ladi, ammo ustozlar nazoratida o'rganishni, xatolaringizni kimdir to'g'rilashini va sizga kimdir doim turtki berib, motivatsiya berib turishni xohlasangiz, bizning o'quvchilarimiz safiga qo'shilsangiz bo'ladi. Va buning uchun video ostidagi havoladan o'tib qo'ying va biz sizga tez orada aloqaga chiqamiz. Hoziroq joyingizni band qilishni unutmang, sababi bizda joylar soni doimo cheklangan.